Qadrdonlar, juda ko'plaringizdan savol kelyapti. Bolam juda ham ko'p yaxshi ovqatlanadi. Hamma narsani zo'r yeydi, ishtahasi zo'r, lekin bolamda o'zgarish yo'q yoki onamda o'zgarish yo'q. Ko'p savol kelyapti. Bu savolingizga shunday javob beraman. Sizning organizmingizda ko'p yeb, lekin tanangizga so'rilmayaptimi? Buning asl sabablari bor, qadrdonlarim. Organizmga yegan narsamizning har biri tanamizga so'rilib, ozuqa bo'lib bizga foydasi tegishi kerak. Bu yerda sizda parazitoz bo'lishi mumkin. Gelmentlar deymiz, to'g'rimi? Gelmentlarga tekshirtirasiz, ya'ni gijjalarga tekshirtirasiz. O'zingizni o'zingiz to'liq tekshirasiz. Sizda qabziyat yo'qmi? Ichaklarda ovqat yaxshi so'rilyaptimi? Ovqat hazmingiz sizda yaxshimi? Bu haqida to'liq ma'lumotga yanada ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyamga plus belgisini qoldiring. Sizning organizmingizga yegan ovqatlaringiz nima uchun yordam bermayotganining asl sababini to'liq ko'rib chiqib, sizga o'z yordamimni beraman.